Assalomu alaykum do'stlar. Biz bu yerda yerni kovlab, bochkani yer ostiga joylashtirdik. Bu eng yaxshi variantlardan bittasi. Qishda muzlab qolmaydi inshaalloh. Bu yerimiz razmerlari 80 sm ga 120 sm qoldi chista. Devorimiz razmerlari 10 sm qo'yildi atrofiga. Chuqurligi 160 sm. Ostiga sheben tashalib qo'yildi avariy holatga. Suv chiqib ketgan taqdirda singib ketadi yerga. Bu yerda bochkamizni 450 litrlik hajmdagini oldik. Bu vertikal varianti. Chunki vertikal variant olgan sababi bu yerga qopoq qilinadi. Qopqoqning razmeri kichikroq bo'lishi uchun. Bu yer glavni kirish. Bu yerdan kirib bochkani to'ldiradi. Bochkamizda populok bor. Populok bochkaga suv to'lganda to'xtatib qoladi. Bu yerimiz primoy nasoska, bez bochka variant. Bu esa primoy hammomga kirib ketadi. Bu yerda ham bochkadan tortadi, ham primoy tortardi. Bu bez bochka variant. Bochka yo'q bo'lgan vaqtda, masalan, bochkani remont qilish boshqa bo'lib qoladi, o'shanda bochka yechilganda shu bez bochka nasos haydab beraveradi. Siz haydaganda u kiramiz ochiq bo'lgan taqdirda ham suv bu yoqqa ketmaydi, bu yoqqa ketadi. Chunki bu yerda obratniy klapan turadi. Obratniy klapan faqat bir tomonga o'tadi. Faqat bu yoqqa o'tkazadi. Shunaqa do'stlar, kimga bu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.